Nima edi? Messi Isroil, FIFA Argentinani chempion qiladi va hokazomidi. Sen yoqtirgan futbolching Falastin, qo'llab-quvvatlagani uchun nima edi? FIFA hech qachon uni chempion qilmasdi, to'g'rimi? Mana shu gapni bular 4 yildan beri aytib kelardi. 4 yil. Messi jahon chempioni bo'lgandan beri shu gapni aytib kelgansan. Endi nima bo'ldi? Mana, marhamat. Ispaniya jahon chempioni. Lamin Yamal Falastinni bayroqlarigacha ko'tarib yuradi, bilasanmi? Mana Ispaniya siyosat bo'yicha ham vaziri ham yaqinda aytib chiqqan. Falastin tomonda edi, lekin Ispaniya chempion bo'lib qo'ydi. Bu nima degani? Bu degani, sen yoqtirgan o futbolching bor edi-ku, har safar yig'lab chiqib ketadigan. O'sha hech qachon chempion bo'la olmagan ekan, kuchi yetmagan ekan degani. Agar kuchi yetsa, mana Ispaniyaga o'xshab chempion bo'lsa bo'lar ekan degani. U esa har safar kuchsiz, ojiz, yig'lab, mag'lub bo'lib maydondan chiqib ketgan ekan degani. Tushuntira oldimmi? O'zingni argumentingni Messi nima qildi endi? Sizlarni futbol maydonida yutib bo'lgan, maydondan tashqarida ham endi hayotda ham yutib ketdi. O'zingni og'zingdan chiqqan argumentni shuni o'zingni og'zingga tiqib ketdi. Endi o'tir, sen Ispaniyani muxlisi bo'lib qolding, sen xameleon bo'lib qolding. O'zing ishonib kelgan yolg'oningga endi o'zingni ham ishontira olmayapsan, ha? Chunki Ispaniya chempion bo'ldi-da. Nima deb o'ylaysizlar? Foydasi bormi, yo'qmi? Kommentga yozinglar.